Hürmetlik vatandaş, davamlaştırımız bugün Çislağa. 2020 yıl 10. ayının 6. gün haftığı seyşembe. Siz dikkat kıldınız. Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet işler katibi Tokyo'da. Bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump harbiy doktorxonadan davolash markazidan qaytib Oqsaroyga yenib keldi. Bundan burun burun emas, dal shu kunda mesela 10. ayının 6. günde Tayvan'da Gomindan'ın qonun chiqarish komiteti ikki qaror loyiha o'ttirg'i qo'yib, bunun birinchisi nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jomhomingoy hukumati o'ttirishga diplomatik munosabatlarni keltiramiz dedi. Buning uchun aytganda balki Gomindan tarafdan aytganda, Gomindan partiyaga nisbatan aytganda bu menimcha tunji qatim bo'lib, Gomindan hozir Tayvan nima deyapti? Biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik munosabatlarni keltiramiz dedi. Bu yerda sirliq bir yuz bergan shu voqea, bir kun ichidagi voqeada biz boshda aytdik, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Tokyoda naytizor bir jakarlash yoki e'lon qilish, siyosat xarakterlik e'lon qilish bo'ladi degan edik. Bugun endi Maşang Shinminning ishlagan to'g'ri filmida bu e'lon qilgan siyosat joyida qoldi deb bo'lib nima dedi? Jungo Kompartiyasi asteroidin nima o'yin o'ynayotdi dedi. Shundaqla pulga qaraydigan jilloq leksiya so'zlagan yaponiyalik odam nima dedi? Hozir mushu kunda Jongdan Xaydi huquq ko'rishida intayin zo'r o'zgarish badi dedi. Bu chataq. Belki mushu o'zgarish Yaponiyadagi to'rt davlat yig'iniga ta'sir ko'rsatyapti. Yoki mushu o'zgarish bilan Jongdan Xay Yaponiyada eshildigan to'rt davlat yig'iniga pozitsiya bildiryapti. Yoki Jongdan Xaydagi huquq talash tortishidagi o'zgarish Yaponiyada eshildigan to'rt davlatga va'da beryapti. Nima to'g'rida va'da beryapti? Sizga bizga natayin yoki biz bunu bilmaymiz. Biroq bu yerda Maşang Shinminning avtori nima dedi? Hozir Jongdan Xayda o'zgarish bo'lishdan avval Maşang Shinmin dediki, bu yerda jakarlaydigan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki to'rt davlat birlashib Yaponiyada jakarlaydigan muhim siyosat to'xtab qoldi deganda qildi. Endi orliqda Jan Fengshiko Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanni ziyorat qiladi dedi. O tunugin 5-kuni dedi. Bugun endi Tayvan yuqorida Gomindan hukumat yuqorida qaror oldi. Hozir ziyoratda Yaponiyaning Tokyo shahrida ziyoratda bo'layotgan davlat ishlar kotibi Mike Pompeo tunug xabarimiz sizlarga degandek Koreyani, Tashqi Mong'oliyani ziyorat qilishni to'xtatdi. Mushu orliqda nima jiddiy o'zgarish? Yoki hozir Yaponiyalik yillar qaraydi va pul qaraydigan yillarga notoq so'zlagan Yaponiyalik odamning fikricha Jongdan Xayda intayin zo'r, ya'ni huquq talashish ko'rishida intayin zo'r o'zgarish yuz berdi deganidan qaraganda bu o'zgarish Yaponiya Tokyoda echilayotgan to'rt davlat yig'iniga Avstraliya, Hindiston, Amerika, Yaponiya to'rt davlat yig'iniga qanday ta'sir ko'rsatgandi bilanmadan hurmatli vatandosh. Ya'ni biri oldingi kun tunugin sizlarga so'zlaganligimizda nima dedik? Yaponiya davlat mudofaa siyosatini o'zgartib, mudofaada turib qo'g'dinishdan endilikda ciddi o'zgarish hosil qildi deganning ma'nosini og'izdan chiqarmadi, lekin uning ma'nosi mudofaadan endi hujumga o'tdi deganlikmi qandaq? Shunga Beijing harbiy taraf bak jiddiylashib ketdi dedi. Demak, Yaponiyaning yangi vaziri, yangi hukumatining Jongoga ko'rsatgan ta'siri intayin og'ir bo'lishi mumkin vatandosh. Men sizga aytay, Jongo cho'chiydigan, Jongo qo'rqadigan, Jongo aloqsodi bo'ladigan bu dunyoda desam mubolig' bo'lib ketar, birla davlat Osiyodagi Yaponiya. Chunki Xitoy degan millatning
nima ekanligini, buning madaniyati, buning an'anasi, buning turmush odati, uning siyosat belgilashi, uning davlat qurish tarixi va davlat boshqarish tarixi bu Yaponiya uchun besh qo'ldek ayon. Endi Xitoy millatining xarakterini mi Yapon xalqi besh qo'ldek bilib turdi vatandosh. Şuna hozir Xitoyning cho'chiyotgani yaqin qo'shnisi Yaponiya. Aralıqda biz nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Yaponiyaga Iroq va O'rta masofalik raketa o'rnashtirgan bo'ldi dedik. Bu gap shu joyda qoldi, keyin nima bo'ldi uni bilmaymiz, lekin navbatdagi vaziyatdagi o'zgarish Gomindangning ishga qarorini ma'qullashi 10 ayının 6. günü Devlet İştakatı Mike Pompeo'nun Yaponiya ziyaret obyektlerindeki yüz bergen özgürleşmesinden Mongoliya, Kore'ye taşlap koyuşu, andın Janfun Şıkı Efendi'nin bugün yani bir katım tönügün Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet İştakatı Tayvan'ı ziyaret kılamdı deb sual koyuşu. Onun üstüge devlet Prezidenti, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump efendinin doktorxonada davolanib, ahvoli yaxshilangandan keyin tezlik bilan Washingtonga qaytib kelishi, mush ishlarni birlashtirib qarasak, vaziyatning jiddiyligini o'zingiz his qilib olasiz, hurmatli vatandosh. Eni desem yani bir sözün ahirindeyim, yetkinmedi, 4'tüm mangdırıp atattım ben leksiyelerimle vatandaşım. Bu leksiyelerim burun bir saatinin içinde menip bulattı, YouTube'ga çıkıp bulattı. Hazır asılap kaldı, mesela bir leksiyeni yollaş için 1 saat vakit ketivatıdı. Ondaqda 5 parça leksiya için 5 saat vakit. Ben de onda köp vakit yoktu, hürmetli vatandaşım, bu nime iş bilemedim. Hazır anlasam Xitoy hukumati Google kompaniyaga hujum qilayotgan gapdek bir gaplar turdi. Shu to'g'rida xabarlar bo'lsa, sizlarga yetkazamiz. Shuni tuniga 2 so'zildim, bugun yana 4 bo'lib ketdi. Bir sinab boqay dedim, hurmatli vatandoshlar.